Bugun ijtimoiy lug'atimizga ota-onasiga farzandlar tomonidan to'lanadigan aliment pullari haqidagi tushuncha kirib kelganini afsus qilarli holat deya ta'riflash mumkin. Aslida Konstitutsiyamizning 80-moddasida ham voyaga yetgan, mehnatga layoqatli farzandlar o'z ota-onalari haqida g'amxo'rlik qilishga majburdirlar deya belgilab qo'yilgan. Sirdaryo viloyati sudining fuqarolik ishlari bo'yicha sudlov hay'atida ko'rilgan navbatdagi ishda ham 8 nafar farzandning otasi suddan o'z farzandlaridan aliment undirilishini so'radi. Muxbirimiz Mag'firat Xudoyberdiyeva mazkur sud majlisida ishtirok etdi va otaning da'vosi qanoatlantirilganiga guvoh bo'ldi. Xalqimiz nima eksang shuni o'rasan degan naqlni bejizga aytmagan. Ayniqsa farzandlarini tashlab boshqa oila qurgan otalarning so'nggi pushaymonlari hayotda ushbu naqlni to'la isbotlamoqda deyish mumkin. Fuqarolik ishlari bo'yicha Guliston tumanlar aro sudiga farzandlardan aliment so'rab da'vo arizasi bilan murojaat qilgan ota ham bundan 20 yil avval 5 nafar farzandini tashlab boshqa turmush qurgan va ikkinchi turmushidan ham 3 nafar farzandi borligini sudga ma'lum qildi. 5 nafar farzandidangina aliment undirilib berishini suddan ma'lum qilgan ota qariganda sog'ligi yomonlashib, moddiy jihatdan qiynalib qolsa-da, farzandlari unga yordam bermayotganligini ta'kidladi. O'z navbatida farzandlar otasi tomonidan muqaddam voyaga yetgunlariga qadar moddiy ta'minlanmaganlik haqida vaj keltirildi. Biroq mazkur holatni tasdiqlovchi ish uchun ahamiyatli bo'lgan dalilni sudga taqdim etisha olmadi. Sud majlisida da'vogar ota javobgar farzandlariga bergan ikkita savdo do'konini qaytarib berishsa, alimentdan voz kechishi, kelishuvga erishishi mumkinligini ham aytdi. Lekin farzandlar bu talabga rozi bo'lmadi. Shu zaylda masalaga sudning hal qiluv qarori nuqta qo'yadigan bo'ldi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 66-moddasi hamda Oila kodeksining 109-moddasiga asoslanib, voyaga yetgan mehnatga layoqatli farzandlardan otasining ta'minoti uchun belgilangan miqdorda aliment undirish haqida qaror chiqardi. Sud tomonidan da'vogar otaning talabi qanoatlantirildi. Ya'ni farzandlik burchi endi sud qaroriga asosan bajariladigan bo'ldi. Lekin otaning qachonlardir farzandlari oldidagi burchini bajarishi uchun kech bo'lgandi. Xulosa esa sizdan. Bu kun Mag'firat Xudoyberdiyeva, O'tkir Boymatov, Sirdaryo.